Yangi Hayot tumanida tomorqa va ijara yerlaridan samarali foydalanishning yangicha tizimi yo'lga qo'yilgan. Natijada bugungi kunda tumanning 10 ga yaqin mahallasida turli xil qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtiriladi. Asosiy drayveri ko'katchilik hamda chorvachilik bo'lgan Xo'ja Uchqun mahallasi ham bu borada yetakchilaridan. Ayni damda esa biz Xo'ja Uchqun mahallasidamiz. Bu yerda istiqomat qiluvchi aholi tadbirkorlikning turli yo'nalishlarida faoliyat yuritish bilan bir qatorda o'zlarining tomorqasidan ham unumli foydalanmoqda. Bu kabi tadbirkorlar safi esa kundan kunga ko'paymoqda. Dehqon xo'jaligi bilan shug'ullanishdagi qulay muhit nafaqat fuqarolar daromadining o'sishi, balki yurtimiz bozorlarining to'kin sochin bo'lishi va aholi bandligini ta'minlashga ham xizmat qilmoqda. Xo'ja Uchqun mahallasi yerli xonadon bo'lib, asosan bizlar drayverimiz ko'katchilik va chorva bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda bizda 300 dan ziyod odam o'z-o'zini band qilgan holda tomorqasida faoliyatini olib boryapti. Bizning mahallamizda yilning boshida 22 ta ishsiz deb topilgan. O'sha 22 ta ishsizdan 16 tasini ishga joylaganmiz. Shunday yerning har bir qarichidan foyda topayotgan dehqonlar qatorida Serikboy Umarxo'jayev ham bor. U mavsum davomida o'zining tomorqasi va ijara yerlarida 10 ga yaqin turdagi ko'kat, poliz va sabzavot mahsulotlarini yetishtirib kelmoqda. Ayni kunlarda esa issiqxonada qulupnay ham pisha boshladi. Oktyabr oyida dehqonchilikni boshlaymiz. Ekishdi. Qulupnaylarimizga qaradik. Mana hozir pishyapti, sotyapmiz bozorga olib chiqib. Endi ko'chada ham dehqonchiligimiz bor yo'q emas. Ko'chaga ham qulupnay ekib qo'yganmiz, kashnishlar ekib qo'yganmiz. Tayyor bo'lib turibdi. Xudo xolasa bir 5-10 kundan keyin qulupnaylarni terib sotamiz. Kashnishimiz tayyor bozorga olib sotyapmiz. Yomon bo'lmayapti daromadlar. Mana shu daromadlar orqasida Xudoga shukr, uy joyni qurdik. Navarali bo'lib o'tiribmiz, kelinlarni oldik. Hammasi joyida. Rahmat prezidentimizga. Umuman olganda mas'ullarning sa'y-harakatlari hamda fuqarolarning mehnatsevarligi natijasida Xo'ja Uchqunda tadbirkorlikning ko'pgina yo'nalishlari rivojlanib bormoqda. Shu qatorda chorvachilik ham Xo'ja Uchqunliklar uchun asosiy daromad manbai hisoblanadi. Shu chorvachilikning orqasidan Xudoga shukr, yillik daromadimiz yaxshi. 50 million, 80 million yillik daromadimiz bor. Kuniga 50 litr, 60 litr sut topshiramiz. Farzandlarim xudo xolasa o'sha daromaddan umra safarlariga jo'natish niyatlari bor. Harakat qilgan odam hech qachon yomon bo'lmaydi. Harakat qilgan yaxshi.